Sadiqa fitr bilan roza fidyasini boshqa yurtga avatish va bularning qaysi yurt bahosida hisoblanadiganligi. Savol. Assalomu alaykum. Sadiqa fitr bilan Ramazon rozasini tutalmaganlar berdigan fidyani Germaniyadan Turkiyaga avatib ehtiyojli qarindoshlarimizga bermoqchi bo'lsak, Turkiya bahosida hisoblab beramdiq yoki Germaniya bahosidami? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, o zatning oila tavobatlarga, ashablariga va o zatga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Sadiqa fitr musulmonlar roza hayit munosabati bilan Ramazon rozasini tutishni to'xtatib, eg'iz ochganda fikrlarga berishi vojib bo'lgan sadiqadir. Bu sadiqa er bo'lsin, ayol bo'lsin, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, qul bo'lsin, hur bo'lsin, har bir musulmon beshiga vojib bo'lganlik uchun kishi beshiga vojib bo'ladigan zakat, zakatul fitr deb ataladi. Bu sadiqani hayit kunidan 1 yoki 2 kun burun berish joiz. Ramazon ichida berib bo'ladi. Ammo hayit namozidan kechiktirib berishga bo'lmaydi. Sadiqa fitrni urug' tuqqanlarga yoki texmo ehtiyojlilarga yetkazish uchun boshqa yurtga avasi bo'ladi. Bu umuman yuqorqidagi ahvollarda zakatni boshqa yurtlarga yo'tkashning joizligidan kelgan bo'lib, hadislarda ehtiyoj ko'rilgan ahvolda zakatni boshqa yurtga yo'tkazib bo'ladiganligi bayon qilingan. Sadiqa fitrmi zakatning bir turidir. Hazrati Tavus mundaq deydi: Muaz raziyallohu anhu Yaman aholisiga "Menga zakatga beradigan arpa bilan qo'noq o'rniga ton va kiyim-kechak qatorliq tovar mollarni beringlar. Bu ham sizlarga qulayroq, ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinadagi sahobalariga yaxshiroq" degan. Sadiqa fitrning yo'lga qo'yilishidan maqsad fiqir miskinlarning roza hayit kunlarini muhtojlik his qilmay xushal-xuram o'tkazishidir. Shunga Yevropa va shunga o'xshagan ba'zi joylardagi fiqir Uyg'urlarga qaraganda Turkiya va shunga o'xshagan ba'zi joylardagi Uyg'ur o'quvchilar, tul ayollar, yetim yesirlar va sarson kishilarning ehtiyoji zo'r bo'lg'achqa sadiqa fitrni ularga avatib bersa albatta bo'ladi. Bu bir tarafdan sadiqani ado qilish bo'lsa, yana bir tarafdan Uyg'ur qarindoshlariga sil-rahim qilganlik bo'ladi. Roza fidyasiga kelsak, davomli kasal holatida yetib ketadigan, davomli dori iste'mol qilib turadigan kishilar, homildor va bola imtiyotgan ayollar keyin qazosini tutib bo'lolmaydigan bo'lsa, yashangan kishilarga o'xshashla roza tutmasimi ham qazosini qilmasimi bo'ladi. Tutalmagan har bir kun uchun bir fiqirning qo'rsqini o'ttirhal 2 vaqt tomoq bilan to'yg'izish orqali fidya beradi. Qo'rsqini to'yg'izgudek naq pul bersimi bo'ladi. Ko'proq bersa texmi yaxshi. Yana Ramazon rozasini qasdan jima qilish bilan buzayotgan kishi beradigan kaforatmi bor. Bundaq kishi orqa-orqadan 2 oy roza tutib qazosini qiladi. Bu 2 oyni orqa-orqadan uzildirmay tutishi shartdir. Unda qilolmasa 60 miskinning qo'rsqini 2 vaqt tomoq bilan to'yg'izadi. Bu xil kaforatni kechiktirishga bo'lmaydi. Umuman turli kaforat, fidya va nazr qatorliqlarning pullarini sadiqa fitrga o'xshash ehtiyoj topilgan yurtlarga avasi bo'ladi. Bo'libmi yurtidagilarga qaraganda texmo ehtiyojlilarga avasa texmo afzal. Imom Navaviy, Imom Ibn Muflih qatorliq olimlarmi kaforat, nazr va fiqir miskinlarga qilingan vasiyat qatorliqlarni turvatgan yurtdan boshqa yurtga yo'tkashning joizligini muayyanlashtirgan. Sadiqa fitr turli kaforatlar, fidya, nazr va qurbonlik pullarini boshqa joyga avatganda qaysi joyning bahosini hisob qilish haqida aniq bir ko'rsatma yo'q. Ba'zi olimlarning sadiqa fitrda berguchi turgan joyning kaforatda avatiladigan joyning bahosi bo'yicha berdi degandek bayonlar uchirsa, yana ba'zi olimlarning har ikkilisida berguchi turgan joyning bahosi bo'yicha berdi degandek bayonlar uchraydi. Meningcha qaysi joyda baho yuqori bo'lsa, shu joyning bahosi bo'yicha bergani tuzuk. Chunki baho arzon joyda turgan kishi pulni baho qimmat joylarga avasa, u pulga fiqirga bermoqchi bo'lgan tomoq yoki kiyim-kechak kelmasligi mumkin. Agar u joyda shu pulga shu narsa keladigan bo'lsa, arzon baho bo'yicha avasi joiz. Masalan, bir kishi Yevropada turib sadiqa fitr bermoqchi bo'lsa, Yevropada bir kishilik sadiqa fitr 10 yevro bo'lsa, Turkiyada 5 yevroga sadiqa fitr keladigan bo'lsa, 10 yevro avatib bersa, afzalni qilgan bo'ladi. 5 yevro avasi joiz. Ammo Turkiyada turib Yevropaga 5 yevro avasi joiz bo'lmaydi. Chunki Yevropada u bahoda tomoq berilmaydi. Xulosa, sadiqa fitr, kaforat, nazr va zakat pullarini qiyin ahvolda qilayotgan Uyg'urlar bor joylarga avatish joiz bo'lib qolmasdan, balki Uyg'ur qarindoshlarga sil-rahim qilganlikmi bo'ladi. Bularni vaqtidan kechiktirmay yetkazish lozim. Sadiqa fitr, kaforat
fidya va nazr qatorliqlarni o'zi turgan joydagi baho yuqori bo'lsa, shu bo'yicha avatib bersa afzal. Avatiladigan joy bahosi bo'yicha hisoblasa joiz. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.